kerakida qizim uchun uyimni ham sotishga tayyorman. Oyi, to'xtang. Bo'ldi. Oyi, to'xtang. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Kamandi mahallasidan chiqamiz. Ko'rib turgan insonlarimiz og'ir bemorlar, jigar sirroz kasalligi bilan kasallangan. Xullas, opamizga donor topilgan, ya'ni donorlari o'zlari umr yo'ldoshlari, agar u ham tushmasa, o'zlari ukalari o'zimni jigarimni beraman degan maqsadga turib yurganlar. Faqat u jigarni Hindistonga almashtirar ekan. O'rtoqlar, Hindistonga operatsiyasi bo'lar ekan. O'sha operatsiyaga ham juda katta mablag' ketar ekan. Agar qo'llaringdan kelsa, yordam berayotgan insonlar, Ramazon oyiga saxovat qilishgan insonlar pastga nomerlarini qoldiramiz. Opamiz, shaxsan opamizning nomerlarini opamizga aloqaga chiqib bemalol opamizga qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Mana opamizni onalari 29 yil dars berganman maktabga deyaptilar. Ikkita ana inson kasal ekan, shu kun sizdan olgan oyligimni oz bo'lsa ham asal qilgim kelyapti. Odam yo'q. Opajon, bu bizning hisobdan. 90% hisobdan esa bu bizning hisobdan. Rozi bo'ling opajon. Rozimiz. Hamma insonni eslab qolinglar o'rtoqlar. O'qituvchi ustoz o'qitgan. Mana shu ustozni ko'z yoshlarini hech qachon oqizmaydi.